Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan Trompik saytidan pullarimizni 50% ko'paytirib olishni ko'rsatib o'taman. Qarang, kecha men pul chiqarib olgandim. Pul chiqargandan so'ng juda ham ko'pchiliklar kommentariyaga yozibdi, ya'ni Trompikda qanday qilib ko'paytirish iloji bor deb mana so'rabdi. Strategiyasi bormi debdi. Men bu joyda javob yozganman, ya'ni DAIS o'yinida 4 marta yutqazib, keyin 10%, 20% dan o'ynab, misol uchun 50% gacha pulimizni ko'paytirsak bo'ladi deb aytib o'tganman. Do'stlar, hozir mana shu narsani sizlarga isbotlab ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana biz Trompik saytiga kirib bo'ldik. Bu sayt havolasini video tagida qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Google email pochta orqali ro'yxatdan o'tasiz. Qarang. Endi biz mana Games bo'limiga o'tamiz. Hisobimizdagi balansga e'tibor bering. 9 tron bor. DAIS o'yiniga kiramiz. Do'stlar, qarang. Mana bu 2x da sal ochirib olaman. Mana 0.5 dan boshlayman. Roll dice bosamiz. Izma-ketin 4 marta yutqazishni kutamiz. 4 marta 3 marta. Hozir qarang, bizda 3 marta yutqazish bo'ldi. Men endi mana buni mana 0.4 dan qo'yaman. Mana yutdim. Endi mana buni asosiy summaga qaytarib qo'yamiz. 0.5 ga. Hozir bizda 3 marta yutqazish, mana 4 marta yutqazish bo'ldi. Do'stlar, endi qarang. 10% qo'yamiz, ya'ni 1 tron. 1 trondan qo'yamiz. Mana endi 2x da bo'lsa mana 20% dan qo'yaman. Mana do'stlar, ko'paytirib oldim. Endi yana qaytaramiz. 0.5 ga ketdik do'stlar. Yana o'ynab boshlaymiz. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar o'ynaymiz. Izma-ketin yutqazish kutishimiz kerak 4 martadan. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar o'ynab borasizlar. Izma-ketin 4 marta yutqazishimiz kerak. Mana bizda 4 ta yutqazish bo'ldi, qarang. Hozir roll dice bosamiz. Mana 5 tron qo'ydim. Mana qarang. Ko'rishingiz mumkin. 4 marta yutqazdik, 5 tron qo'ydim. Mana 15 tron bo'ldi. Endi buni mana hozir bizda chiqarish 15.2, 0.2 tron, endi qarang, 15.2 qilishimiz kerak. Mana bo'ldi do'stlar, 15 tron bo'ldi. Endi chiqarib olamiz. Venzira knopkasini bosamiz. Mana 15 tron, 0.2 tron komissiya oladi. Bizda komissiyaga ham pul yetarli. Hozir pullarni chiqarib olamiz. Bu yerga tron adresini kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozir adresni olamiz. Do'stlar, mana kiritib oldim. Endi bu yerga mana bu Venzira knopkasini bosib pullarimizni chiqarib olsak bo'ladi. Do'stlar, bu meni o'zimning strategiyam. Misol uchun men shu DAIS o'yiniga kirib olib, kuniga bir marta izma-ketin misol uchun 4 marta yutqazishni kutaman. Kutganimdan so'ng 10%, ya'ni hisobimda misol uchun 9 tron bor edi, 1 tron qo'ydim. 10% qo'ydim. Yutqazdim, 2x da bosdim. Shunaqa tartibda mana qarang, 9 tronni 15 tron ko'paytirdik. Ya'ni salkam 50% dan ko'proqqa misol uchun ko'paytirib oldik. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda bemalol ko'paytirib olib, misol uchun chiqarsangiz bo'ladi. Hozir endi pulni chiqaramiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz 54 sekund oldin, ya'ni 1 minut oldin pul yechishga ham qo'ydik. Mana 15.25 bizning hisobimizga 15 tron bo'lib tushadi, chunki 0.2 tron komissiyasi bor. Ko'ryapsiz. Misol uchun men o'zimning strategiyamni ko'rsatdim. Bu strategiya misol uchun kimda qanaqa bilmayman, lekin men har doim shunaqa o'ynayman. DAIS o'yiniga kiraman. Do'stlar, misol uchun uzog'i 2 minut yoki 3 minut o'ynash kerak. 2 minut, 3 minut. Azartga berilmasdan 50% ga ko'paytirib olib, men chiqarib olaman. Har kunlik misol uchun shunaqa tartibda o'ynayman. Har kunlik. Endi xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, sinab ko'ring, lekin bu misol uchun moliyaviy tavsiya emas. Xohlang silang, xohlang sinamang, lekin men prosto bu narsani amalda isbotlab beryapman. Bu narsani do'stlar, mana shu strategiyani bir kunda bir marta, misol uchun kirasiz, 3 marta, 4 marta o'ynaysiz. Misol uchun o'ynagan bo'lsak, qarang, biz o'ynagan bo'lsam 4 marta yutqazishdan misol uchun 3 marta yoki 4 marta o'ynab pulimni ko'paytirib chiqarib oldim. Endi hozir sizlarga pul tushganini ham ko'rsataman. Do'stlar, mana saytda bizda 3 minut oldin bo'lgan, mana completed, ya'ni pullar to'lab berildi deyapti. Hozir endi biz Binance'ga kirib olib tekshirib o'tamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana 12:13 da bizda pulimiz yetib keldi. Mana bugungi sana bilan 2 minut oldin pulimiz tushgan ekan. Ko'ryapsiz, bizga pullar to'lab berildi. 100% to'lovda. Hammaga omad. Videoga like hamda kommentariy esdan chiqmasin. Mana shu sayt havolasini video tagida qoldiraman. 10 ta sayt bor. Hammasida mana shu strategiyani qo'llasangiz bo'ladi. Go bosamiz.